Inson hayotida tanlovlar ko'p, lekin ba'zi tanlovlar abadiy pushaymonga olib keladi. Giyohvandlik bu erkinlik emas, bu qullik. U faqat tanani emas, ruhni ham zanjirlaydi. U ham bir vaqtlar umid bilan yashagan, orzu qilgan, ammo bir xato tanlov uni butunlay o'zgartirdi. Yoshim 29da, 20 yasharimda birinchi marta tabletka iste'mol qilib ko'rdim. Bora tabletka ichganimdan keyin nasha chekish odat bo'lib qoldi. Siz humanist tutayotgan payt birontasi kelib sizdan foydalanmoqchi bo'lgan odam uchun eng zo'r holat bo'ladi. Bora o'ziga qaramligi kuchayib borar ekan bu narsani. Bu yo'ldan hech qanaqasiga keta olmadim. Qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar qutulishingiz qiyin ekan bu yo'ldan. Hattoki o'zingiz yaqiningiz ham, ota-onangiz, aka-uka, opa-singillar hech kim sizga ishonmay qo'yadi. Buni oxiri yo'q-da, oxiri o'lim bilan tugaydi-da. Bu narsani dushmaningizdan boshqa hech kim sizga ravo ko'rmaydi. Bir marta sinab ko'raman dedi, keyin esa to'xtata olmadi. Hayotining eng yaxshi yillari zahri qotil qurshovida o'tdi. U juda kech tushundi, lekin endi orqaga yo'l yo'q. Uning ko'zlarida afsus, yuragida esa bo'shliq. Meni yoshim 25da. Bir kuni shunaqangi tushgan holatdaligimda boshim qattiq og'ridi. Shunda o'rtog'im aytdiki, "Dugona, mana bu dorini ichsang, boshing dedi, qo'yvoradi seni. Ancha o'zingni yengil his qilasan" dedi. Bergan tabletkasidan boshqa yana boshqacha dorilar berishni boshladi. Shularni iste'mol qilardim. Bu qilayotgan ishlarim yomonligini, oxiri tubanlikka olib kelishini bilardim. Men istardimki, men tengli yoshlik qizlar, dugonalar, mendan qolgan kichkina ayol qizchalar bu yo'lga kirmasligini xohlardim. Bu yo'lda oxiri voy 15 minut 20 minutlik beriladigan kayfni deb ayollik, qizlik iffatini bir umrlik badnom qilishini hech kim xohlamayman. Giyohvandlik hayotni asta-sekin lekin aniq o'ldiradi. U avvalo insoniylikni yo'q qiladi. Bu yo'lga kirmang. Bitta xato butun umrga aylanmasin.